Sityevoy marketingga ko'pchilik ishonmaydi, lekin yaqinda 7 oy bo'ldi, yangi sityevoy marketing Eva Produkt degan O'zbekistonga qonuniy kirib keldi. Bu sityevoy marketingda ishlash sistemasi qolgan sityevoy marketinglarga nisbatan juda ham oson. Har oyni 5-sanasiga pulinglar tushadi va birinchi oydanoq sizlar kamida $100 daromad ishlashni boshlaysizlar. Staj ketadi, har oy hisob-kitob qilinadi, chunki bu ish kalendarniy ish hisoblanadi. Boshqa sityevoy marketinglardan ustunlik tarafi, oldingi sityevoy marketinglarni minus sarflarini hisobga olinib, ana o'sha minuslarni plyusga aylantirgan holatda yangicha klassik yo'nalishda ishlab chiqarilgan sityevoy marketing Eva Produkt 12 chuqurlikda ishlashiga qarab oylik keladi. O'zbekiston bo'yicha hozir men sizlarga taklif berayotgan lider Bahora opam 15 kun ichida 13 million pul ishlagan. Buni sirini faqat ular biladilar. Qanaqa ishlaganlar bu Eva Produktda va qanday qilib 15 kunda 13 million pulni topganlar. Buni hammasini ular biladilar. Bahora opamiz mana shu Eva Produktni sityevoy marketingni qanday qilib bunaqa daromadga chiqish sirlarini biladilar va aynan ularga hozir yozishingiz kerak. Bahora Raimova opajon har bitta komandasidagi qizlar bilan alohida individual ishlaydilar, o'rgatadilar. Именно Bahora opamning komandalarida birorta yomon o'tsi yo'q. Har bitta o'quvchisi bir oyda kamida $100 oyligini olgan, naqd sanashga. O'zlarining rasmlarigacha qo'yaman. O'zlari iltimos qildi, rasmlarimni ham qo'ydi. Shaxsan o'zim bitta sityevoy marketingga a'zo bo'ldim. Vaqti foydasi bo'lmadi. Ko'pchilikda sityevoy marketingda plusga ketmaydi-da. Menga bular reklama berishgani bir oy oldin edi. Birinchi sityevoy marketingga men o'zi reklama qilmayman, yomon ko'raman chunki. Kuzatdi, yaxshi sityevoy marketing ekan. Uyda o'tirgan ayollarimiz uchun qo'shimcha ishi bo'lsa, mana shu ish bilan shug'ullangan qo'shimcha daromad uchun ishlasanglar bo'ladi. Sityevoy marketingni qaysi birini tanlashinglardan qat'iy nazar, kuchli, ishonchli lider tanlashinglar kerak. Va hozir men sizlarga yangi sityevoy marketingini O'zbekiston rekordini yangilagan Bahora opamlarni tavsiya beraman. Yaxshi lider tanlasanglar, o'sha sityevoy marketingda zo'r bo'lib ketasizlar.